Sen ves Moskva kolxozida insonlarga sha'niga dog' tushirgan nomardsan. Seni men tinch qo'yadi deb o'ylama. Tinch qo'ymayman baribir. Asqar bechorani eslading-a? Uyiga borib bog'lab qo'yib nima qilganini. Qanday bo'lding shu vaqtda? Sen shularni bilmaydi deysanmi? Seni uydagilaring bilmaydi u qilig'ingni. Sen o'zing bilasan yaxshi. Murod aka, nima qildi Murod aka? Kaptivani orqasiga baylab qo'yib borib uyga. Ustimga baylab. Sen o'ylab bitib satqa erkakki sen bitib. Sen qaysi vijdon bilan hozir qozini olib yolg'on gapirding? U yerda Qur'on kitobi qo'yilgan joy u yer. O'la shu yerda ham yolg'on gapirding. O'la bitib erkak bo'lmay. O'zingni bo'yningga ip os sen, bog'la. Sen bu hayotda erishishga haqqing yo'q seni. Sen o'lmasang men tinchimayman. Sen o'lasan bir kun. Men tinchiyman keyin. Sen nomardni. Sen endi shu yo'lga o'tding, nomard. Arzimagan pul uchun sen hali ko'p ish qilasan. Arqangda ochasan, ko'p ish qilasan sen. Sen hozir qosamliqda nima qilib o'tiribsan? Mana shu ijtimoiy tarmoqda seni sharmandangni chiqaraman deganman men. Chiqaraman. Hali bu videoni jo'ralaring bor, qo'shni jo'ralaring. Bir ikkita bizni tanishlarga tushgan sindosh qizlaring bor. Ana shularni Telegramga taylab beraman. Sen o'ylama, meni tinchiydi deb. Men tinchimayman. Seni raziya bor-ku, xuddi ikkalang bir xilsan. Chandir. Ana shuni aldaysan, meni aldambaysan. Sen iflos marazda hali ishing bor. Sen hali bandasidan qutulayapsan. Bandasidan vaqtincha qutulib turibsan. Sen ertaga u yoqqa borganda Alloh taolo qutulolmaysan-ku bu yolg'onlaring bilan. Bo'g'zingdan osilasan, bo'g'zingdan. Mana o'zi og'zingdan baylangansan, mana rasmda bilayapsanmi? Seni og'zingdan ip baylagan, igna bilan. Bilasanmi seni? Kim baylaganligini? Mana qara rasmiga. Menga kim berdi bu rasmni? Ko'ryapsanmi? Og'zingdan teshilib bog'langan. Sen og'zingdan baylab kelgan bitib. Sen o'l bitib erkak bo'lmay, bitib basharangni ilga yoritib yurmay. Sen ko'chada yurma, sen erkakliging yo'q. Ko'chada yurma sen. Sen iflos